Korxonangizdagi ba'zi bir ishlar o'z vaqtida bo'lmayotgani, bu sizning strukturangiz, korxonadagi struktura noto'g'ri tuzilganidan dalolat. To'g'ri tuzilmagan struktura qanday oqibatlarga olib keladi? Siz mijozlaringizning oldidagi vazifalarni, bergan va'dalarni bajara olmayotgan bo'lib qolasiz. O'z qo'l ostingizdagilarning hurmatini yo'qotayotgan bo'lasiz. Vaqtdan va daromaddan quruq qolayotgan bo'lasiz. Negaki siz operatsiyonkani ichida aralashib yurganingizda ishchilaringiz korxonaning boshi sifatida ko'rmay qoladi. Siz aytilgan vazifalar o'z vaqtida bajarilmasligiga sabab bo'ladi. Shuning uchun siz pulingizni avval boshidan tejamasdan kerakli mutaxassislarni, ya'ni har bir bo'limning boshida olishingiz kerak. O'z vaqtida jalb qilingan mutaxassislarga siz o'zining qo'l ostidagi mutaxassislarni o'zlariga mos qilib, o'zlariga to'g'ri keladigan qilib olishlarini ishonsangiz, ular albatta kelgusida o'zlarining vazifalarini to'laqonli ado etish uchun o'zlariga ma'qul bo'ladigan komandani yig'ishadi. Bu bilan ular ishni osonroq bajarishadi va natija sizning kompaniyangizda oldinga siljib, mijozlar oldida yuzingiz yorug' bo'lishiga olib keladi. Sizni korxonangiz bo'ylab struktura boshdan oyoq iyerarxiyaga egami, to'g'ri tuzilganmi, to'laqonli natija berib ishlayaptimi? Agar buni baholay olmayotgan bo'lsangiz, ekspertlarga, ya'ni bizga murojaat qiling. Biz sizga kerakli tavsiyalarni va yordamlarni beramiz.